Assalomu alaykum. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, uning huquq va manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatining bosh maqsadiga aylangan. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizga ko'ra, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmati oliy qadriyat hisoblanadi. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan 7 ta ustuvor yo'nalishning aynan birinchisi inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etishga bag'ishlanganida ham o'ziga xos ma'no bor. Ushbu qadriyatlar milliy qonunchilik va xalqaro hujjatlarda e'tirof etilgan. Sudlarning eng muhim vazifalaridan biri shaxsning huquqlarini sud orqali samarali himoya qilishning ta'minlashdir. Shu bilan birga axborot texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar va anonim aloqa tarmoqlarining shiddatli rivojlanishi bu sohada yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Oqibatda sud ishlari yanada murakkablashib, soha vakillarining mas'uliyati tobora oshib bormoqda. Ushbu muammoning dolzarbligi nafaqat huquqiy, balki nomoddiy ne'matlarni himoya qilishning ijtimoiy ahamiyati bilan ham belgilanadi. Bu tendensiya sodir bo'layotgan voqealarni ilmiy amaliy jihatdan chuqurroq o'rganish vazifasini oldimizga qo'ymoqda. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, sudlar tomonidan sha'an, qadr-qimmat va ishchanlik obro'sini himoya qilish bo'yicha ko'rilayotgan ishlar yildan yilga ko'payib bormoqda. Shu nuqtai nazardan 2025-yil 24-noyabrda qabul qilingan Oliy sud plenumining sudlar tomonidan shaxsiy nomulkiy huquqlar va boshqa nomoddiy ne'matlarni himoya qilish to'g'risidagi qonunchilikni qo'llash amaliyoti haqidagi qarori inson huquqini himoya qilish masalasiga doir qonunchilikni sudlar tomonidan to'g'ri qo'llanilishini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgani muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu masalaga bag'ishlangan amaldagi Oliy sud plenumi qarori 34 yil avval 1992-yil 19-dekabrda qabul qilingan. Keyingi davr islohotlari asnosida inson huquqlarini himoya qilishga oid qator qonun normalari qabul qilinganligi, ayniqsa ijtimoiy sohada keng ko'lamli o'zgarishlar ro'y berganligi bois mazkur qarorni ham yangi tahrirda qabul qilish zaruriyati yuzaga keldi. Yangi plenum qarorida birinchi marta shaxsiy nomulkiy huquqlar obyektlarining kengaytirilgan tushunchasi shakllantirilgani alohida ahamiyatga ega. Bu tushuncha nafaqat shaxsning sha'ni, qadr-qimmat va ishchanlik obro'sini, balki shaxsiy hayot daxlsizligi, shaxsiy va oilaviy sir, ismga bo'lgan huquq, tasvirga bo'lgan huquq hamda insonga tug'ilganidan yoki qonunga ko'ra tegishli bo'lgan boshqa nomoddiy ne'matlar kabi zamonaviy toifalarni ham o'z ichiga olgan. Xususan, fuqaroning shaxsiy nomulkiy huquqlari buzilishi mulkiy oqibatlarga olib kelishdan qat'iy nazar sud orqali himoya qilinishi lozim. Shu negizda plenum qarorining 2-bandida bunday shaxsiy nomulkiy huquqlar va boshqa nomoddiy ne'matlar tushunchasi yoritilib, keyingi bandlarda har bitta asos bo'yicha alohida tushuntirishlar berilmoqda. Plenum qarorining 4-bandida sud himoyasining shakli va usuli tushuntirilgan. Sud himoyasining shakli va usuli buzilgan huquqni tan olish, buzilishdan oldingi holatni tiklash, keyingi g'ayriqonuniy xatti-harakatlarni, jumladan shaxsning roziligisiz axborot, tasvirlar, shaxsiy ma'lumotlardan foydalanishni, ularni tarqatishni taqiqlash, huquqni buzuvchi axborotlarni o'chirish, yo'q qilish yoki bloklash, moddiy va ma'naviy zarar uchun tovon undirish hamda qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa choralardan iborat. Qarorning 8-bandida sudlarning e'tibori hayot va sog'liqqa bo'lgan huquq, konstitutsiya, fuqarolik qonunchiligi, jinoiy va ma'muriy qonunchilik, shuningdek xalqaro shartnomalar bilan himoyalanadigan asosiy va mutlaq shaxsiy nomulkiy huquqlar sirasiga kirishi. Bu huquqning buzilishi zo'ravonlik, o'z joniga qasd qilishga undash, tan jarohati yetkazish kabi faol g'ayriqonuniy harakatlar shaklida ham sog'liqqa zarar yetkazilishiga olib kelgan g'ayriqonuniy harakatsizlik, masalan, tibbiy yordam ko'rsatishni rad etish shaklida ham namoyon bo'lishi mumkinligi. Mazkur huquqni himoya qilish moddiy va ma'naviy zarar uchun javobgarlik yuklash, aralashuvning qonunga xilofligini tan olish, shuningdek, buzilgan huquqni tiklashga qaratilgan boshqa choralarni qo'llash orqali ta'minlanishi.
Bunda harakatlar bilan yetkazilgan salbiy oqibatlar o'rtasidagi sababiy bog'lanish bor yo'qligi aniqlanishi shartligiga qaratilgan. Shuningdek, xususiy va oilaviy sirga bo'lgan huquq, shaxsiy munosabatlar haqidagi maxfiy ma'lumotlarni, jumladan nikoh, farzandlar, farzandlikka olish, tibbiy va fuqaro hayotining shaxsiy sohasini tashkil etuvchi boshqa holatlar to'g'risidagi axborotlarni himoya qilishni o'z ichiga oladi. Bunday aralashuvga faqat qonun asosida yoki shaxsning ixtiyoriy ravishda bergan roziligi bilangina yo'l qo'yiladi. Shu munosabat bilan qarorning 10-bandida birinchidan shaxsning roziligisiz yoki bunday rozilik berilgan maqsadlardan tashqari ko'rsatilgan ma'lumotlarni noqonuniy yig'ish, tarqatish, e'lon qilish yoki ulardan foydalanish huquqni buzish deb tan olinishi. Ikkinchidan, bolalar va oilaviy munosabatlar haqidagi ma'lumotlarning oshkor etilishi, sha'n, qadr-qimmat, obro' va boshqa shaxsiy huquqlarga jiddiy zarar yetkazishi deb baholanishi. Uchinchidan, bunday ma'lumotlar alohida himoya qilinishi lozimligi haqida tushuntirishlar berilmoqda. Plenum qarorida axborot kommunikatsiya makonidagi qoidabuzarliklar, xususan shaxsiy nomulkiy huquqlarning ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, platformalar va bloglar orqali ma'lumotlarni tarqatish yo'li bilan buzilishiga oid sud himoyasining eng muhim jihatlari qamrab olingan. Qarorning 12-bandi alohida e'tiborga molikdir. Unda shaxs qadr-qimmati va shaxsiy hayot daxlsizligi bilan uzviy bog'liq bo'lgan eng muhim shaxsiy nomulkiy huquq sifatida tasvirga bo'lgan huquqni himoya qilishga zamonaviy yondashuv aks ettirilgan. Ushbu bandda qonundan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan hollardan tashqari, inson tasviridan, u fotosurat, video, raqamli model yoki boshqa vizual ko'rinish bo'lishidan qat'iy nazar foydalanish faqat o'sha shaxsning roziligi bilan amalga oshirilishi mumkinligi ta'kidlanadi. Ayni paytda sud himoyasi shakllari izchil tarzda tushuntirilgan bo'lib, ular harakatlarni qonunga xilof deb topish, tasvirlarni o'chirish yoki bloklash, ulardan keyinchalik foydalanishni man etish, shuningdek moddiy va ma'naviy zararni qoplashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari qarorning 23, 24 va 25 bandlarida Fuqarolik kodeksining 163-moddasiga asosan shaxsiy nomulkiy huquqlarni va boshqa nomoddiy boyliklarni himoya qilish haqidagi talablarga da'vo muddati tatbiq qilinmasligi, ushbu huquqlarni himoya qilish to'g'risidagi arizalar sudlarda ko'rilishi va sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'lgan subyektlar haqida tushuntirishlar berilmoqda. Ilgari mavjud bo'lgan protsessual yondashuvlar har doim ham fuqarolarga o'z sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish imkonini bermagan va bu sir emas. Ayniqsa obro'sizlantiruvchi ma'lumotlar anonim tarzda yoki internet tarmoqlari orqali tarqatilganda aniq qoidabuzarlarni aniqlash imkonsiz bo'lgan hollarda, shuningdek ma'lumot tarqatuvchi shaxs vafot etgan hollarda bu masala yanada murakkablashgan. Plenum qarorida axborotni tarqatgan shaxsni aniqlash imkoni bo'lmasa, ya'ni o'sha axborot anonim xatlar shaklida tarqatilganda, internet tarmog'ida yoki boshqa axborot kommunikatsiya tizimlarida joylashtirilganda, agar tarqatish manbasini aniqlash imkonsiz bo'lsa, shuningdek axborot tarqatuvchi shaxs vafot etgan hollarda huquqi buzilgan shaxsning tarqatilgan axborot haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar ekanligi faktini aniqlash haqidagi arizasiga asosan alohida ish yuritish tartibida ham ko'rib chiqilishiga yo'l qo'yilishi haqida tushuntirishlar berilgan. Ushbu toifadagi ishlarni ko'rishda ham Fuqarolik protsessual kodeksining 106-moddasida ko'rsatilgan da'voni ta'minlash choralariga yo'l qo'yiladi. Shu munosabat bilan qarorning 34-bandida nizoli ma'lumotlarni har qanday shaklda, shu jumladan internet tarmog'i va boshqa axborot tarmoqlari orqali tarqatishni vaqtincha taqiqlash, da'vogarning huquqlarini buzuvchi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan veb sahifa, akkaunt yoki boshqa raqamli resursga kirishni to'sib qo'yish, shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash yoki tarqatishni to'xtatib turish yoki boshqacha tarzda
cheklash kabi holatlar davoni ta'minlash choralariga kirishi mumkinligi haqida tushuntirishlar berilmoqda. Muxtasar aytganda, bugungi kundagi dolzarb masalaga bag'ishlangan ushbu plenum qarorining qabul qilinishini sudlar faoliyati uchun o'ta muhim. Unda berilgan tushuntirishlar nafaqat sudyalar, balki huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyati samaradorligini oshirishga va shaffofligini ta'minlashga ham xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.